Sizlarga zo'r taklif bilan chiqamiz, qadrli do'stlar. Bektemir tumani, Bektemir Shoh ko'chasida, yo'l yuzida birinchi liniyada joylashgan Qo'yludan Bektemir postiga qarab kelaverishimizda, bu yoq tarafda ko'liga chiqib ketaverishimizda umumiy maydoni 570 sotuvdan iborat, oldida 4 ta pomesheniyasiga ega joyimizni, yog'li joyi taqdim etamiz. Oldi qatorimizdagi 4 ta pomesheniyalarimiz 30 kvadratdan iborat, umumiy 120 kvadrat. Barchasi remontlar bilan, kommunikatsiyalar bilan birgalikda sotuvga qo'yilyapti. Endi ichkarini birgalikda ko'rib chiqamiz. 4 ta noturar joyimizdan tashqari 50 kvadratga ega pomesheniyamiz ham mavjud, qadrli do'stlar. Hozirgi kunda pekarniy qilib ishlatilyapti. Ichkarida yana bitta skladskoy pomesheniyamiz ham mavjud. Endi uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Noturar joylarimizning orqasida 570 sotuv maydonga ega, to'g'ri to'rtburchak hovliga ko'zingiz tushadi, qadrli do'stlar. Va orqa tarafimizda ham pomesheniyalarimiz mavjud. Bularni ham keyinchalik xohlagan turdagi tijoratinglarni realizatsiya qilsanglar bo'ladi, foydalansanglar bo'ladi. 121 kvadrat o'zini imoratiga ega o'rtoqlar. Fasadlarimiz ham keng. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 550 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.